Bugünkü videolar için akşam aytıp ötken bu dükkanlarımız yanında şurada subsidiye, itbirlemiş kredite hemmece doğru geleden 5. etajdan beledinde 15 tane kvartiramız var yani. Bir 2 kana, 3 kana, 4 kana. 3 kıl kvartiramız var yani. 15 tane kvartira. Dokumentler 100% teyyar. Şu lokasyonumuz hem şu zor yerde. Şimdi kanka yolumuz. Ben tarafımız yine Künesadat Toyxana. Künesadat Toyxana. Hazır admin palavı oldu. Şurada yolun üstünde bir zor da çat yatıp salıngan doğumuz eken. Aytıp ötkenimizin hiç ne yok. Hemme dokumenti joyunda 100%. Kadastrlar ham çıkıp turuptu. Doğru. Notarius'a barıp kalasangan nakbul oladu. Notarius'ta bulsanasan ham boladı. Bunu bir kvadrat metri 7 milyon so'm deb turibdi. Kelishiladi ekan. 2 xonamiz kvadrati 62 ekan. 3 xonamiz 80 kvadratda joylashgan ekan. 4 xonamiz 117 kvadratda joylashgan ekan bu yerimizda. Katta olingan. Kimni qiziqtirsa shu lokatsiyamizni eslatib o'tdik. Kimni yer natural binosini kvartirasini sotmoqchi bo'lsa, yo reklama bermoqchi bo'lsa, shu ekranda nomerlar mavjud etarsa, har ikkalasini ham yordam beramiz. Bu joyimizga keladigan bo'lsak, shu ekran nomerlarini chiqarib qo'yamiz. Kimni qiziqtirsa, telefon qilib murojaat etib bilib olaverasizlar. E'tibor uchun rahmat hammaga.